Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yazıncan Sadıq Çoğlanның Bahadırnamə namlıq romanının davamını anlayırsınızlar. Miladiyə 1481 yılı Ör Işıqı. Sultan Yunus xan bilan Sər Əmir Muhammed Heydər Mirza'nın 30 min ləşkəri Yarkənd şəhrini xuddi üzüknün gözüdək halqı qılıb qo'rishvag'iniga bugun to'g'ri həbd bo'lgan edi. Shahar sepiliga barliq lashkarlarni chiqarib, qattiq mudofiyada turayotgan Mirza Abobakri texchilar jangga chiqmayotdi. O'tgan bir yil Yorkand shahri tinchimidi. Amir Abdulquddus bek Yangisarda qattiq yengilib Badaxshonga ketgandan keyin Muhammad Haydar Mirza omon qolgan 10 mingga yaqin lashkariga yangidan yiqqan 20 ming cherikni qaytib 30 ming kishilik qo'shin tashkillab, Atiyaz kirishi bilan Yorkandga lashkar tortgan bo'lsa, o'ziga hamdan bo'g'idek iqtidorli, tadbirli sarkarlari bo'lmag'achqa, uning ustiga lashkarlarning tangdan to'lasi jang ko'rish tugul, jang mahoratining tuzuk mashq qilmagan, jang qurollarini aplab tutishni bilmaydigan yengil lashkarlar bo'lg'achqa, tunji qitimliq jangdilar tal to'kis mag'lub bo'ldi. Mirza Abobakirning yolg'on yovdaqlar bilan to'lgan bir parcha xetiga ishinib, qo'l ostidagi iqtidorli amir sarkarlarini qo'g'layotganiga to'lima afsuslandi, pushaymon yedi. Oyjamalag'chi bo'lsa, uningga tasalli berish tugul, o'g'lining qilgan vafosizlik tuzkorliqdan qaqshib, yig'lashdan boshqaga yorimadi. Amir Abdulquddus begning Badaxshonga ketganligidan Muhammad Haydar Mirza'nın riyokor o'gay o'g'liga tang kelolmayotganligidan xabar topgan Sultan Yunus xan kuzga yaqin 15 ming lashkar bilan Qashqarga keldi va Qashqardagi lashkarlar bilan birlikda Yorkandga yurish qildi. Sultan Yunus xanning shaxsan o'zi lashkar tortib kelayotganligidan xabar topgan Mirza Abobakri oldin puxta tayyorlik ko'rib olgan edi. U tag'isi Muhammad Haydar Mirza boshchiligidagi Qashqar lashkarlari bilan kori bo'lmay, uzoq yo'l yurib kelgan Sultan Yunus xonning lashkarlarini asosli hujum nishoni qildida, yerib holidan ketgan bu lashkarlarga orom ilib olishga fursat bermadi. Shu sababdan Sultan Yunus xonning lashkarlari jangga bardoshlik berolmadi. Lashkarlarning ko'plab talofatga uchrayotganligini ko'rgan Sultan Yunus xon ilojisiz Qashqarga chekinishga majbur bo'ldi. Mirza Abobakirni salchoqlab oz lashkar bilan kelib qoptiman. Sizlar Yangisar qal'asining mudofiyasini chingitib, Qashqarni mahkam saqlasizlar. Alloh xolisa, kelar yili zo'r qo'shin bilan kelib, uning ishini bir yo'lida tamomlaydi, dedi Sultan Yunus xon Qashqardan ketar vaqtida. Muhammad Haydar Mirza Yorkandga lashkar tortib berish xiyolidan voz kechib, Yangisar qal'asi bilan Qashqar shahrining mudofiyasini nihoyat puxtaladi. Uninggacha so'g'uq tushib qolganlik uchunmi yoki boshqa sabab bormi, Mirza Abobakri Qashqarga lashkar tortib kelmadi. Mana bu yil ko'klam kirishi bilan Qashqarga yetib kelgan Sultan Yunus xonning sarkar lashkarlari endilikda Yorkand shahrini qatma-qat qo'rshib olgan edi. Yorkand shahrining kungay tarafidagi qorlig'achliq yorining ustiga joylashgan xon qarorgohi to'lma tintas edi. Bir haftadan beri Mirza Abobakri jangga chiqmay yetib olganlik uchunmi Sultan Yunus xon kesilgak bo'lib qolgan edi. Kesilgak bo'lib qilish degani ochiq yomon bo'lib qilish, terikak bo'lib qilish degan so'zlar ekan. U tayin yo'q ishlar uchun chechiladi. Sarkarlardan tortib oddiy xizmatkorlargacha uning g'azabidan qo'rqib, butining uchida avaylab menishadi. Pichirlashib yoki imo ishoratlar bilan so'zlashadi. Zarur ma'lumotlar bo'lmasa, sarchedirga kirishga, xonga ko'rinish qilishga hech kim petinolmaydi. Bir haftadan beri to'xtamay hujum qilib shaharni ola olmaganligi Sultan Yunus xonga qattiq xor kelgan edi. Sarkarlarni bo'shanliqda ayblaydi. Tomuz quyoshi zaminga o't purkaydi. Atrof bir tal cho'g' tashlasa o't ketgudek qizib ketgan edi. Osmonda olqanchilikmi bulut yo'q edi. Dal-daraxtlarning yo'pirmoqlari metirlamaydi. Ochiqchilikda birdan turg'ili bo'lmaydi. Lashkarlar ko'k oftobga bardoshlik bermay, dubulg'i savutlarni selib tashlab, yaktaklarni boshlariga soyibon qilib, oftobdan toldilanishadi.
Sarkarlar lashkarlarni cho'qqan so'ran selib, til haqorat yog'dirib, Mirza Abubakirni jangga undashga buyurdi. Çanaşlardaki sularni allaqachon ichib bo'lgan lashkarlarning gollari qurib ketgan bo'lib, suran sog'idek til haqorat yog'dirg'idek hafsilasi qolmagan edi. Chag'davul qo'shinning lashkarlari apkashda suv to'shib kelibmi, lashkarlarning usulligini qondirammayotdi. Ularning har qitimliq hujumini sepilning ustidan yomg'irdak etilgan yo o'qlari chekindiratdi. Tomuz issiq, ussizlik, unumsiz hujum lashkarlarning ruhini tushirayotgan edi. Quchoq yetkisiz chinarning soyasiga tikilgan Sulton Yunusxonning yipak chediri bakmi tinchiq edi. Ikki mahramning to'xtamay yalpishlari muz aralashtirib etilgan qetiq dog' Sulton Yunusxonning ussizligini bosolmayotdi. Yo pana, jahondagi oftobning hammasi bizning beshimizga tushyaptanda nima? Jahonga o't ketadigandak issiq bo'lyotdi ya. Mirza Abubakir degan badrakmi jangga chiqmay yetib oldi desa. Sarkar lashkarlarimizning bundaq issiq bardostlik beramaydiganligini bilib olganchari. Aslida bir oy burunroq yoki bo'lmasa tayinliq kuzda lashkar totib kelsam bo'pti ekan. Bu yil yozning bundaq tinchiq bo'lishini faqatla o'ylamabdiman. Hamda bo'lganda lashkar chekindirsam, ol badrakning xo'rki texmi o'sib qoladi. Sarkar lashkarlarning jasoratini sunadi. Qamal qilib turaveray desam, lashkarlar issiq chidamayotdi. Kuzdan uni salchiqlab ozg'in lashkar ep kelgan ekanman. Mana endi 3 tuman lashkar bilan kelib, tuzuk jang qilmayli chekinsam, kulkiga qolmamdiman. Izohatlarni o'qib o'tay. Chanash, suv qochilaydigan teri xalta, tulum, chag'davul, orqisat mulozimat qo'shini debdi izohatda. Ma'lum bo'lg'ay, Sar Amir Muhammad Haydar Mirza janoblari keldi. Sultan Yunusxon xiyolini yig'ishtirib, erinchaklik bilan beshini ko'tardi. Ijozat. Qadligohimizga ehtirom bo'lg'ay, dedi hayol bo'lmay chetirga kirib kelgan Muhammad Haydar Mirza salom berib. Kelsizlar, Sar Amir. Sultan Yunusxon biroz qimirlab Muhammad Haydar Mirzaga yenidan joy ko'rsatdi. Mahram birchini dog' elib kirib, Muhammad Haydar Mirzaga tutdi. Ussab qalpoqlar gaz bog'lab ketgan Muhammad Haydar Mirza dog'ni bir tiniqtili gupildatib ichivatdi. Bundaq issiq bo'g'inini ko'rib boqmabdi ekanman. Olam jahon tunurdekli bo'lib ketdi ya. Dedi Muhammad Haydar Mirza chinining tugida suzilib qolgan muz parchalarini qarashlatib choyni g'ash. Shuni deslar, ozroq shamol chiqqan bo'lsa koshki, dedi Yunusxon. Lashkarlarga jafo bo'ldi-da. Ol Mirza Abubakirning bu kunlarda jangga chiqadigan alpoz bo'dakmi? Chashqandek inidan chiqmayotdi. Dedi Muhammad Haydar Mirza chiroyini purishtirib. Na'dan topdikin ol qarg'ishdek bir shuncha ko'p marganlarni. Bir tal o'qimiz oya ketmayotgan deysizlar. Sarkar lashkarlarimiz shuncha hujum qo'zg'atmo, sepilning to'g'ri faqat yiqilishamayotdi. Shaharga kiradigan barliq erqo'shlarning suyini to'xtatib etganimizga 2 kun bo'ldi. Buning foydasi bo'lmabdi-da, dedi Sulton Yunusxon umidsizlanib. Shahar atrofidagi dehqonlarning o'qishimizcha Yorkent shahrida cho'ng kichik bo'lib 100 ga yaqin ko'l bor ekan. Aşı ko'lning suyi shahar aholisining bir oy ichishiga bemalol yetadi ekan. Uningdan boshqa o'ylisida chachaplik quduqi bor oilalar mahallam bormish. Suv bilan Abubakir Mirzani qo'rqitqili bo'lmag'idek. Mundaq deysizlar, dedi Sulton Yunusxon lossida bo'lib. Orani bir pas sukunat qapladi. Vujudini umidsizlik cho'lg'ib olgan Sulton Yunusxonning kallasi shu topda qup-quruq edi. Lashkarlarga issiq o'tib ketgan cheri ko'pinchisining ichi surib ketibdi. Tiyib jarrohlar bundaq ketaversa lashkarlar mag'dur sinib ketadi, hatto kasal tarqab o'lim yetim ko'payib ketishi mumkin deyishyapti. Sulton Yunusxon birdanla qopqina turdi. Og'riqqa amal qilish ol tiyiblarning vazifasi. Acaba ular shunchalik Rahinaga amal qilishamadi ekan? Rahina ichi surki
debdi izoh etdi. Doğru tayyorlavatıdı. Ammo lashkarlar optopda turaversa rohna doğrusun qarqinmaydi deyishyapti. Sultan Yunusxon Muhammad Haydar Mirzaning ko'ziga qahri bilan tikildi. Qamalni bo'shtayli demoqchimisizlar? Yo'qsa, dedi Muhammad Haydar Mirza beshini tavazzu bilan egib. Lahmi qo'lab sepilni portlataymikin deyman. Burunroq shundoq deslab bo'lmamdi. Sultan Yunusxonning chiroyi qaytadan muloyim tus oldi. Bu bo'ladigan tadbirkan. Necha tuman lashkar uchun necha 10 lahmini qo'llamoq ancha tas emas. Bir talpakdan to'p tushsimi, sepilning tuyiga birdamda yetib bag'li bo'ladi. Shundoq qilayli. Mirza Abu Bakrning yana qanday karomati borkin. Rohini bo'lib qolgan lashkarlar soyda aramasin. Qolganlar darhol lahmi qo'lashga tutunsin. Xon lashkarlarining lahmi qo'lashga kirishganligidan xabar topgan Mirza Abu Bakrning xotirjamligi buzildi. Qattiq cho'chib ketdi. Ular lahmini shaharning qaysi tarafidan qo'lab yetibdi. Xon lashkarlari bajoyga chumalga o'xshash shaharning hamma tarafidan yopsa lahmi qo'lab o'tadi olilari. Dedi Qurbegi Mirza Yelimbek beshini texmi to'van egib. Qurbegi degani muhofizatchilar qo'shinining begi debdi izoh etdi. Mirza Abu Bakrni g'am bosdi. U 3-4 kundan beri xon lashkarlarining ancha-muncha surancho'qan silib, til haqorat yog'dirib, nog'ri chelib jangga undab qo'yg'ini bilan to'miz issiq, ko'k oftobga bardostlik berolmay bo'lgan sir so'lishib ketib bo'lganini ko'rib, xeyli xotirjam bo'lib qolgan edi. Uning mo'lchirichi bo'lganda issiq mana shunday holatda yana bir hafta davomlashsa, Sulton Yunusxon lashkarlarini chekindirib ketishi yoki issiqqa bardostlik berolmagan lashkarlar janggohdan qochishi mumkin edi. Shunga u jangga chiqmay xon lashkarlarining bezor bo'lishini saqlayotdi. Kutilmaganda ularning lahmi qo'lashga kirishishi uni jiddiylashtirib qo'ydi. Sulton Yunusxon lahmi qo'lab nima qiladigandu? Shaharga lahmi orqali kirmoqchi bo'layotganmidi ya? Har bir lahmi og'ziga ko'pdan lashkar o'rlashtirib qo'ysamlar, lahmi eg'izi ularning o'ligi bilan etilib qoladi. Hech bo'lmaganda samon dövlab dud qo'yib bersam, hargiz oldiga mangolmaydi. Mirza Abu Bakri bu xiyolidan mamnunlik bilan kulimsiradi. Biroq shunchalar ko'p lahmi eg'izning nerdan chiqishini mo'ljallamoqdasiz. Yunusxonning lashkarlari bakmi ko'p. Faqat 2 lahmi eg'izni muvaffaqiyatli tutashtirib olsalar, cho'ng ofat bo'ladi. Navoda lahmi orqali sepilni portlasichi. Mirza Abu Bakri bu xiyolidan cho'chib ketdi. Chiroyini yana g'am bulutlari qopladi. Shaharni faqat lashkarlar bilan saqlash mumkin. Shahardagi ra'yatga ishongil bo'lmaydi. Xon lashkarlari shaharga kirsalar, avom shular bo'lishadi. Eng yaxshisi xon lashkarlarining lahmi qo'lishini kutib turavermay. Ularning soni ko'p bo'lgani bilan bir haftadan beri oftobga qoqlinib so'lishib ketdi. Hozir ilgirgidek jasoratim yo'q. Endi yana saqlavarsam, xon lashkarlarining lahmi qo'llayotganligini ko'rib, sarkar lashkarlarimga vahim paydo bo'lib qolmasin. Yo o'lim, yo ko'rim debdigan. Nusrat qozonsam texi yaxshi. Navot kuchilshamay qolg'idek bo'lsam darhol chekinib, Yorkent daryosini mudofaa to'siq qilib, poskamga qarorgoh quraman. Daryo hozir kelkun kelyotdi. Yorkent shahridagi mag'lubiyatni Yorkent daryosi bo'yida Nusratga aylantiraman. Avval bir erishib ko'ray. Mirza Abu Bakri qaddini rusladi. Farmon! Baş oxiri yo'q xiyollarga g'arq bo'lib o'ltirgan amir sarkardalar go'rrida o'rinlaridan turib qo'l bog'lashdi. Barliq sarkardalar o'z lashkargohiga qaytib hozirlik ko'rgay. Namozdigar vaqti bilan jangga chiqamiz. Farmon berdormiz, deyishdi amirlar tangla. Qurbegi Mirza Yelimbek ilgirkidaklar shahar sepilning mudofaasiga muvakkal bo'lg'ay. Birmi yov lashkarini sepilning tubiga yaqin yo'l atmag'ay. Magarki yov lashkarlaridan birarsining sepilga yamashqanligi sezilib qolsa, kollisi bilan javob qiladi. Bosh ustiga, dedi Qurbegi. Süperchilar oldida menib komandozlarni muhofizat qilg'ay.
Komandazlarning keyindan chavandozlar sapras bo'lg'ay. Bosh ustiga deyishdi amirlar yana bir qitim. Süperchilar degani qalqonchi, qalqon ko'targan lashkarlar deb izohatdi. Mirza Abubakri Xotanni olgandan keyin asirga tushgan Xotan lashkarlari bilan Yorkand lashkarlarini birlashtirib, xeyli kuchayib qolgan edi. Lashkarlarning qurol-yarog' ishlatish mahorati bo'yicha superchi, komandaz, chavandaz deb bir qancha turga ayiradi. Superchi qo'shinda qilish o'yintish mahorati alohida yuqori 3000 shamsharvoz bor edi. Ularga yana 2000 nayzvozni hamdam chiqildi. O'qiya etish mahorati alohida yuqori 2000 marganni tanlab, komandaz qo'shin tashkilladi. Keyin har qaysi yurtbagliklardan 1000 nafar marganni tanlab, komandazlarning sonini 3000 ga yetkazdi va bularga ot saplab berdi. Bu komandazlar jangning ahvoliga qarab, gohi superchilar bilan bir saf, gohi chavandozlar bilan bir saf bo'ladi. Superchilar bilan bir saf bo'lganda piyoda jangga chiqadi. Bir haftadan beri Sultan Yunusxonning lashkarlariga mana mushu komandazlar ajallik zarba berib, hujumni chekintirib. Chavandozlar qo'shinida 5000 otliq lashkar bor edi. Ularning qilishvozlik, nayzvozlik, solma tashlash mahorati yuqori edi. Undan boshqa 3000 nafar shahar muhofizatchi qo'shini, 1000 nafar yasovuli bor edi. Odatda ular himoyatchilik vazifasini qo'shimcha o'taydi. Mirza Abubakrning tuyuqsiz jangga chiqqanlik xabarini anglab, bir haftadan beri ichib-pishib o'tirgan Sultan Yunusxon bilan sarkardalari xush bo'lib ketishdi. Lashkarlarni lahmi qo'lashga buyurib qo'yib, qarilg'achlik yor ustidagi shoh chedirda o'rik yeb o'tirgan amirlar go'rida o'rinlaridan turishdi. Chashqan oxir inidan chiqibdi-da. Buxodan chiqqidek bir maydon jang qilayli. Bugun shaharni ommasoq hisob emas. Xapshuk. Sultan Yunusxon amir sarkarlarni hayajon bilan adabga buyurdi. Janobi Bahodirlar, bugun yegona qudrat egisi shahri Yorkandni zobit qilishimizni buyurgan o'xshaydi. Ol badrak jangga chiqqan bo'lsa, bizmi darhol sap tuzili. Miyada pesh qo'yilmabdi ekan. Zobit qo'lga ilish, istilo qilish deb izohatdi. Kimki ul tuzkor Mirza Abubakrning qallasini kesib akasa yoki shaharga birinchi bo'lib bostirib kirsa, Mirza Abubakrning xazinasining yerimi shunday bo'ladi. Ol Badrakning malika Husn Nigar xonimdan boshqa og'chi to'qonlarni xohlagancha tanlabasi bo'ladi. Mansab martabasi daraja otlab o'stiriladi. Aslida mo jangga oldirab turgan sarkardalar xonning bu farmonini olib turolmayli qilishdi. Qiblagohimizga ma'lum bo'lg'ay, dedi Mirza Alam Shayx Bahodir das o'rnidan turib. Mirza Abubakri shaharning Qolg'at darvozasidan jangga chiqibdi. Kaminlarning lashkarlari farmonlariga binoan Qolg'at darvozasi qarorgoh qurgan. Shuni turshavullikni kaminlarga basla. Boshqa sarkardalar hamdamchi bo'lsa. Sultan Yunusxon va'da qilgan in'omlarni o'ngchi qo'lga keltirish tamasida vasvasiga tushgan Mirza Alam Shayx Bahodir qat'iylik bilan xonga tikildi. Bir hisobda uning talabi o'rinliq edi. Chunki Sultan Yunusxon barliq lashkarlarni 5 taramga bo'lib, Yorkand shahrining Oltin darvozasi, Oqsuv darvozasi, Qo'g'liq darvozasi, Masxir darvozasi, Qolg'at darvozasidan iborat 5 darvozaga joylashtirgan edi. Qo'g'liq darvozasi keyin Xonqa darvozasi deb atalgan deb izohatdi. Mirza Alam Shayx Bahodir dal Qolg'at darvozasiga joylashgan qo'shinning amiri edi. Uning bu talabini anglab, boshqa sarkardalar ko'nglida norozi bo'lishgan bo'lsa-mu, oldirab bir nima deyolmadi. Sultan Yunusxon boshqacha lashkariy o'rinlashtirish qilsa, sarkardalar orasida ko'ngil og'rig'i paydo bo'lib qolganligini, uning ustiga yov lashkarlar jangga chiqib bo'lgan vaqtda qayta lashkariy o'rinlashtirish ep berishning absiz ekanligini his qildi. Ijozat. Alam Shayx Bahodir Turshavul bo'g'ay. Boshqa sarkarlarning mu jangga tushkisi bo'lsa-mu, Alam Shayx Bahodirning to'kib talashdi deb ranjib qilishdan ansirab jim turib elishdi. Buni sarkarlarning turshavullik tegmaganligi uchun botmaganligi deb tushungan
Muhammed Haydar Mirza oldirab eg'iz ochdi. Oliler ijozat bersa, Mirza Alam Shayx Bahodirni himmat qilay. Hojatsiz, oldirab eg'iz ochdi Alam Shayx Bahodir. Sar amir janoblari yanada masxir darvosini qamal qilg'ay. Kaminlari Tuzkur Mirza Abu Bakrni mag'lub qilgandan keyin shahar darvosini ochtirib berman. Uninggacha boshqa sarkarlar himoyatchi bo'lman deb lashkar yo'lgab yurmagay. U Muhammad Haydar Mirzaning yaxshi ko'nglini himoyatchi bo'lib elib to'piga sherik bo'lmoqchi deb xato tushungan edi. Aslida o o'rda lashkari divondagi amir sarkarlarning Manglasher amri Muhammad Haydar Mirzaga qo'saq ko'pigi bor edi. Sultan Yunusxonni uningga huquq imtiyozini ziyoda beribdi deb fitna qilishatdi. Isyon bayrog'i ko'tarib chiqib saltanatga put atgan Mirza Abu Bakri Muhammad Haydar Mirzaning jiyani ham o'gay o'g'li bo'lganligi uchun o'chqashkar og'zidan chiqarishmag'ini bilan ko'nglida bu riyokorlikning bosh sababkori Muhammad Haydar Mirza deb qarishatdi. Shuningdek, ularning hech qaysisi bu jangda Muhammad Haydar Mirza bilan hamkorlashishni, g'alaba nusrat, ajr to'piga uni sherik qilishni xohlamaydi. Shu sababdan garchi Alam Shayx Bahodirning martabasi Muhammad Haydar Mirzadan tuvan bo'lsa-mu, xonning oldida ashundoq cho'ng so'zlashga petingan edi. Bu adabsizlikka Muhammad Haydar Mirza sukut qilishga majbur bo'ldi. Asiyodi Mirza Abu Bakrni tezroq yo'qotib, xatarlik isyonni besiq turishda qolgan Sultan Yunusxon bo'lsa, bu ishlarni inchikilib ketmadi. Shundoq bo'lsin, dedi u Alam Shayx Bahodirning so'zlarini quvvatlab. Boshqa sarkarlar o'zaro qarorgohlarda farmon kutib turg'ay. Alam Shayx Bahodirning tursavullarga qalbdagi piyoda sarvozlar himoyatchi bo'lg'ay. Farmon berdormiz. Sarkarlar darhol o'z qarorgohlariga qarab ot selishdi. Shoh chegarada Sulton Yunusxon bir qancha mushavirlar bilan qolgan edi. Bu tinchiq chedirning ichida o'ltirg'icha chiqib jangni tomosha qilmamdiq oliylar, dedi o'rda munajjimi. Bu yerda turib jangning ahvolini toza aniq ko'rgili bo'lmaydi ekan. Bu taklifga boshqalar bir ig'izdan ovoz qo'shdi. Shundoq qilayli oliylar. Oldimizdagi ov to'pilikdan aniq ko'rgili bo'ldigandek qiladi. Silin ko'sa lashkarlarning jangovarligi oshidi. Jangni tomosha qilg'ach sarkar lashkarlarga madad bergaylar. Mushavirlarning taklifi tinchiq chedirda ichib pishib o'tirgan Sulton Yunusxonga yog'dek yoqdi. Obdan gap bo'ldi, shundoq qilayli, dedi u o'rnidan dasturib. Ol Tuzkur Badrahning sharmandalarcha yengilganini tomosha qilishmi huzur? Sulton Yunusxon jang kiyimlarini kiymasdan mushavir mulozimlarini agashtirgunicha bargohdan chiqdi. Qorlig'ashliq yordan ancha yiroq bo'lmagan to'pilikdan Qalg'at darvosining oldidagi ochiqchilikda bo'layotgan jangni haqiqatan aniq ko'rgili bo'ladi. Shu topda ikki qo'shinning komandozlari o'z saflarida turib o'q etishyotdi. Mirza Abu Bakri har bir marganning oldiga birdan superchini o'rlashtirgan bo'lib, qarshi tarafdan etilgan o'qlarni superchilar qalqonlari bilan to'sib olib, orqasidagi marganlarni mudofaa qilib atdi. Marganlar bo'lsa, oldidagi superchilarning qo'lidagi qalqonlarning daldasida turib, raqiblariga bemalol o'q uzatdi. Alam Shayx Bahodir marganlarni oldiga o'rlashtirgan bo'lib, qarshi tarafdan etilgan o'qlar ularni bosh ko'targizmayotdi. Shunga ular bir tarafdan raqiblariga qaratib o'q uzsa, yana bir tarafdan bosh ustiga yig'iyotgan o'qdan mudofaalanishga majbur bo'layotdi. Sarkar lashkarlarimiz sal g'udiqib qolgandek qiladi. Sal paskroq tushib ularga ko'rinish qilayli, dedi Yunusxon. Shundoq qilayli, oliylarni ko'rsa lashkarlarning jasorati oshadi. Sulton Yunusxon mushavirlarni agashtirib do'ngdan pastga tushdi. Xonning jang ahvolini nazorat qilish uchun shaxsan o'zi chiqqanligini ko'rgan Mirza Alam Shayx Bahodir qaytadan ruhlandi. Ko'nglida xonning ko'z oldida jangbozlik mahoratini ko'zitib qo'yish havasi g'alyon ko'tardi-da. Sarkarda lashkarlarni butun saf bo'yicha hujumga o'tishga buyurdi. O'zi safning oldida yomg'irda yig'iyotgan o'qqa qaramay, oy qilichini pulonlatgunicha shiddat bilan ot soldi.
Ko'zni yumib ochqicha ikki qo'shinning lashkarlari xuddi dahshatli dengiz to'lqinidek bir-biriga zarb bilan urilib aralashib ketdi. Urchab sadolari palakka yetdi. Sultan Yunusxon Alamshayx Bahodir bilan sarkard lashkarlarning jasoratidan to'limi zuqlandi. Ichida barikalla etdi. Alamshayx Bahodirni cho'ng so'zlamdikan desam, jasoratim shuning tusiq bor ekan. Kun o'ltirib, g'arbi ufuq qon chechiyotgandek qizirishga boshlagan edi. Dahshatli qirchab davomlashyotdi. Qilich nayzlar bisidagi qon ufuqdan balqigan qizg'ush nurida texnik jo'lalaydi. Shu topda Mirza Obobekning lashkarlari mudofiada, Mirza Alamshayx Bahodirning lashkarlari hujum holatida jang qilyotdi va yovni bir qadamdan qolg'at darvozasiga qistavotdi. Jang qilgan siri qizib ketgan Alamshayx Bahodir yov superchi qo'shinining sarkardisining nishonga ilib ot soldi. Superchi qo'shinining bu sarkardisining shamsharvozlik mahorati bakmi yuqori edi. U oldiga uchirgan xon lashkarlarini bir qilish bilan yiqitib, ularning ilgirlash yo'lini to'sib olgan edi. Ayol o'tmayla Mirza Alamshayx Bahodir uning bilan tutishib qoldi. Mirza Obobekning bu sarkardisi piyoda edi. U har qancha chapdashlik qilibmi, ot ustidagi Alamshayx Bahodirning qilich urishiga bardoshlik berolmadi. Shuning bilan shoqqida kaynik burilib qochdi. Alamshayx Bahodir bo'lsa dambas qadam ot soldi. Kechib qutulolmaydiganligiga ko'z yetgan sarkarda shoqqida kaynik burilib, yetishib olay deb qolgan Alamshayx Bahodirning etining oldiga qo'lidagi qilichini otdi. Qilich oldi putiga tagdimi yoki urkib ketdimi, aytavur ot birlik kishnab o'ri bo'ldi. Butun asyodi bilan yov sarkardisiga qilich urishga tamshilib turgan Alamshayx Bahodir tamponliqni saqlayolmay otdan yiqilib tushdi. Uninggacha sarkardisini muhofazat qilishga tamshilib turgan 10 nach superchi lashkar etilib kelib Alamshayx Bahodirga qilich chapdi. Jangni kuzatib turgan Mirza Obobekri Alamshayx Bahodirning o'ldirilganligini ko'rib, chavandozlarni hujumga o'tishga buyurdi. Shu hamon 5000 chavandoz xon lashkarlariga qarab ot soldi. Sarkardisdan ayrilib qolgan xon lashkarlari bu tuyuqsiz hujumdan tamtirashdi. Jinini saqlab qilish qo'yga tushdi. Alamshayx Bahodirning o'limi bilan tang jang vaziyatida o'zgarish bo'lganligini ko'rgan mushavirlar vahimaga tushdi. Lashkarlarimiz Mirza Obobekning chavandozlariga tankilanmayotdi oliylari. Bizning endi bu yerda turishimiz xatarlik. Darhol yor ustiga chiqib elib nog'ri chaldirib, boshqa qo'shindagilarni hamdamga chaqiraylik. Shu daqiqada Sulton Yunusxon shundoq o'yga kelgan edi. Chunki yorning ustida bir qism navkarlar bilan Tavojbek va nog'richilar bor edi. Tavojbek jang maydonida farmon yetkazguchi deb izohatdi. Yor ustiga chiqib farmon basla Tavojbek nog'ri chaldirib, ancha yiroq bo'lmagan qarorgohdagi sarkarda lashkarlarni hamdamga chaqiratdi. Shundoq qilaylik. Sulton Yunusxon darhol yorning ustiga qarab ot soldi. Mirza Obobekning lashkarlari bilan jon tikib elishayotgan himomatchi qo'shin Sulton Yunusxonning orqasiga qarab mong'inini ko'rib, xon oliylar qochgan o'xshaydi deb o'yladi-da, birdinla jangdan ro'y yenib, jinini yoqiga ilib qochishga boshladi. Yorning ustida turgan nog'richilar bilan Tavojbek bo'lsa, xonning yorning ustiga qarab ot selishi bilan jang qilayotgan lashkarlarning qochqinini ko'rib, xonning kelishini kutmayla chekinishga boshladi. Sulton Yunusxon to'plikning ustiga chiqib Tavojbek bilan nog'richilarning yo'qligini, tövanda jang qilayotgan lashkarlarning qechiyotganligini ko'rib, nima qilishni bilmay turib qoldi. Shu topda u boshqa qarorgohdagi qo'shinlarni hamdamga kelishga farmon beraman deb orqasiga yenib, jang qilayotgan lashkarlarga xato tuyg'u berib qo'yganligini faqat his qilolmaydi. Mirza Obobekning chavandozlari bo'lsa, qochqan xon lashkarlarini tashlab, Sulton Yunusxonni tirik tutib olish uchun to'pilikka qarab kelyotdi. Ishning chatoqligini payqagan Sulton Yunusxon to'pilikdan ancha yiroq bo'lmagan qorilg'osliq yordagi shoh chedirga qarab ot soldi va pitirab ketgan lashkarlarga qarab vaqirdi. Hech kim chekinmasin. Hamdamchi qo'shin hozirlik keladi. Bardoshlik beringlar. Kimki orqasiga bir qadam mong'idigan qollisi elinadi. Uning bu gaplari jon qayg'usida qolgan lashkarlarning qulqiga kirmaydi.
u qarlıqaçlıq yarğı chiqib bo'g'icha qo'g'lab kelgan yov chavandozlari yetishib olayli deb qolgan edi. Taraf-tarafga pitirab ketgan lashkarlarni to'plashga amalsiz qolgan Sultan Yunusxon sadoqatman, jasoratlik navkarbeshi Buyanqulini sayramliki ordisida cho'ng o'g'li Xonzoda Mahmudxonning yenil qoldirib qo'yganiga pushaymon edi. O'shunda xatarlik vaziyatni Buyanqulining o'ngshalaydiganligiga, amal topolaydiganligiga ishonatdi. Buyanqulini o'ylab olmay, pitirab ketgan lashkarlarni endi bir yerga jami qilish mumkin emas. Nog'irchilarmi, tavojibeymi qechibdi. Ular bo'lmasa boshqa qarorgohdagilarga farmon yetkazgili bo'lmaydi. Alam Shayx Bahodir cho'ng so'zlisi bekli ishinib ketibdi men. Taqdir shundoq ekanmi deyman. Abu Bakr Mirz degan tuzkorning ta'limi 10 kiliberdi desa, endi chekinish kerak. Qashqarga berib olgandan keyin qo'shinni tartib selib, qayta lashkar tortib kelarman. Sultan Yunusxon 500 nafar xos navkarining himoyasida Udul Qashqarga qarab ot soldi. Yorkent shahrining boshqa darvozlarida yana nurg'un xon lashkarlarining buyruq kutib turayotganligini his qilgan Mirza Abu Bakr ularga hujum qilgan taqdirdami tankilamaydiganligiga hamda Sultan Yunusxonni qo'g'lab tutamaydiganligiga ko'z yetdi-da, darhol bir amal o'ylab topdi. Farmon! Barliq sarkard lashkarlar qo'g'lashni to'xtatsin. Tavojibey nog'ir chaldirib lashkarlarni yig'ib oldi. Mirza Abu Bakr farmon kutib turgan sarkardlarga qaradi. Mirza Sadirdan qushchi, Mirza Amin Qulbek. Ikki sarkarda ot ustida beshini egib qo'l bog'ladi. Labbay oliylari. Ikkinlar darhol jasadlar orasidan chiroy shakli Sulton Yunusxonga o'xshabroq ketadigan ikki kallani kesib olib, yuzini qonga bo'yab, damonliqqa qarasi farq etanmagidek holatga keltirib, nayzonlarning uchiga sanjib, biringlar Qo'g'liq darvozi tarafdan, biringlar Oltin darvozi tarafdan Sultan Yunusxonning kallasini topshirib oldigan nochi bormi deb suran selib, yov qarorgohini bosqin qilinglar. Yov sarkard lashkarlari xonning o'lganiga ishonmasimi, vahimaga tushishi aniq. Navod ular jang qilishga ro'y bo'lmay chekinsa darhol qo'g'langlar. Toki farmon bo'lmag'icha to'xtab qolmanglar. Menmi orqanglardan namdamchi lashkarlarni ep yetishib olaman. Bosh ustiga Mirza Amin Qulbek bilan Mirza Sadirdan qushchi har biri 2000 otliq lashkar bilan yov qarorgohiga qarab ot soldi. Har qaysi darvozalarni qamal qilib qarorgoh qurgan sarkarlarning turshavli bo'lolmaganligi uchun qo'saq ko'pigi bor edi. Ular Mirza Alam Shayx Bahodirning cho'ng ajr to'pi ko'zitib e'tiborlanib ketishini xohlab ketmaydi. Shunlashqa ko'rinishda Sulton Yunusxonning hamdamga chaqirib farmon berishni kutgan bo'lib, amaliyotda jang vaziyatini kuzatishga chaparman avatmay orom elib yotgan edi. Faqat masxara darvozasini qamal qilib qarorgoh qurgan Muhammad Haydar Mirzalar saqlab turaverishga ko'ngli unmay, kechki birak chaparman mang'izgan edi. Avatgan chaparmaning qolg'at darvozasiga yaqinlashmayla Mirza Amin Qulbekning bostirib kelgan otliq lashkarlarga duch keldida, hech nimani anqiramay etining beshini kayniga burdi. U Muhammad Haydar Mirzaning qishig'i kelib ko'rganlardan ma'lumot berib bo'g'icha hujumga uchirgan Qo'g'liq darvozasidagi lashkarlar allaqachon patparaq bo'lib chekinishga boshlagan edi. Mirza Abu Bakrning yolg'on qalla hilisi o'ylig'inidanmi bak unumini ko'rsatgan edi. Mirza Amin Qulbekning lashkarlari bor ovoz bilan tovlaydi. "Anglamadim demanglar. Sulton Yunusxonning kallasini nayzimizning uchiga ilib qo'ydik. Uni topshirib oldigan nochi bo'lsa oldimizga chiqsin." Manglagan otlarning dukurlishi, mudhish nari sadosi va nayzning uchiga sanjilgan qonga bo'yalgan kalla betuyuq turgan sarkard lashkarlarning yuragini mujivatgan edi. Alam Shayx Bahodir yov lashkarlarini mag'lub qilib shaharga kirgandan keyin darvozani ochib berdi deb tamadi o'ldirgan bu sarkarda lashkarlar bu kutilmagan hujumdan as-hushini yo'qotib qo'yishgan va jang qilgudek jasoratini yo'qotgan edi. Shunlashqa ular yov sarkardasining nayzisining uchiga sanjib olgan kallaning rost yolg'onligiga zan silib qarmayla darhol chekinishga taraddutlandi va qarshilik ko'rsatmayla Qashqarni nishonga ilib qochdi. Muhammad Haydar Mirza lashkarlarini tartib selib bo'g'icha Qo'g'liq darvozasidan chekingan lashkarlar yetib keldi. Buning bilan lashkarlarning vahimasi texmi kuchaydi.
Хан алилер şehit boptu. Yo'q sarkardisi alilerining beshini naysining uchiga sanjib optu. Qalgat darvozasi qarorgohdagi sarkarda lashkarlarning birimi hayot qolmabdi. Qochayli, Qashqarga berib olayli. Bu ahvolda Qashqardan panohlik topqil bo'lmaydi. Utul sayramga ketayli. Yetti suvga ketayli. Turpanga borayli. Eli baliqqa borayli. Oqqarni farq etmayli olamonga qo'shilib qechishga boshlagan lashkarlarni to'siyolmagan Muhammad Haydar Mirzo ilojisiz etining beshini Qashqar yo'liga buradi. U oldirmasi bo'lmaydi. Qashqarda xotin bolalari bor edi. Eng muhimi Sultan Yunusxonning o'lib ketganiga ishongan qochqin sarkarda lashkarlarning Qashqarni bulang-talang qilish ehtimoli bor edi. Shundoq Qashqarga eng avval yetib berishim kerak. Bo'lmasa Qashqarni bulang-talangdan, vayronchilikdan saqlab qololmayman. Xon oliylarining Mirzo Abubakirning qo'liga tushib qolishi mumkin emas. Balkim u hiylagar Badrak o'sha yili bilan vahim paydo qilgan bo'lishi mumkin. Kim biladi, xon oliylarimi Qashqar yo'ladimi deb. Ishqilib Qashqarga eng avval yetib berib olsam bo'ladi. Berib olmasam Qashqarga eng avval yetib berib olsam bu qalaymiqanchilikni o'ngshay olmayman. Navoid xon oliylari qazo qilgan bo'lsa, ikki xonzodasi bor. Taxt saltanat posibansiz qolmaydi. Alam Shayx Bahodirga nimish yuz xotir qilgan bo'lg'iydim. Yemak bo'lishda ching turib olgan bo'lsam, xon oliylarim yo'q demaydi. O'zimdan o'tdi. Muhammad Haydar Mirzo etiga qamchi sag'ash sarkardalarga buyruq qildi. O'z lashkarlaringlarga yezi bo'linglar. İmkan bor chechilib ketmasin. Etinglarni qamchilanglar. Qashqarga chaqmoq tezligida yetib berishimiz kerak. Mirzo Sadirdan qushchi naysining uchiga ilib olgan Sulton Yunusxonning kollasimi Oltin darvozasi qarorgohidagi xon lashkarlarini butunlay sarosimga selib etgan bo'lib, ularning ahvolimi bu tarafdagilarning ahvolidan battar edi. Yolg'on kolla hilisi bilan 30 ming lashkarni butunlay tarmar qilgan Mirzo Abubakir sarkarda lashkarlarga qochgan yovni to'xtamay qo'g'lashga farmon berdi. Sultan Yunusxon bilan Muhammad Haydar Mirzo ilgari oxir bo'lib Qashqarda uchrashdi. Shu topda ularning bir-biridan ahvol so'rag'ida kapsilasi yo'q edi. Muhammad Haydar Mirzo Sultan Yunusxonni ko'rib, yaratgan Alloh egamga shukri deb yengil nafas oldi. Ammo xonni xijil qilib qo'ymaslik uchun Mirzo Abubakirning yolg'on kolla hilisi bilan qo'shinni parakanda qilganligini, sarkarda lashkarlarning irodasini, jasoratini sundirganligini tilga olmadi. Mirzo Abubakirning bu hilisidan Sulton Yunusxon qechib kelib yetib xabar topgan edi. Ol Badrak kamaka yarnimi besib tushkidak yeligar ekan. Yolg'ondan xon kollasi yasab lashkarlarni sarosimga sapdi. Dedi Sultan Yunusxon yerilg'idek bo'lib. O'zimdanmi o'tdi. Alam Shayx Bahodirning zaysanmay atgan lablariga ishinib qopdiman. Boshqa qarorgohdagi sarkardalarni imot chiqsam bo'pti ekan. Farmon beray desam o'lgur nag'richilar allaqachon jinini yoqqiga ilishibdi. Shuncha ular ko'p lashkarlar turib teriqdak chechilib ketdi mana. Ko'ngillarni yerim qilmaslar oliylari, dedi Muhammad Haydar Mirzo tasalli berib. Aman esen turganliklarining o'zi taxt saltanatimizning ta'ligi. Jang deganda yanglish bo'lib turdi. Avval Qashqarga qaytib kelgan lashkarlarni iditlab ko'raylik. Qashqarni saqlab qolish hammadan muhim. Sil aram yeli vasla. Sulton Yunusxonga hordiq yetib, o'ri turg'idek majoli qolmagan edi. Ma'qul emsa, har qanday vaqtda meni o'yg'atsizlar. Dedi u birdan yonboshli verishga joy izlab. Qashqarga qechib kelgan lashkarlarning ahvolini aniqlab ko'rgan Muhammad Haydar Mirzoning vujudini butunlay umidsizlik cho'lg'ab oldi. Qashqarga qechib kelgan lashkarlarning soni 5 mingga yetmaydi. 30 ming lashkardan o'lguni o'lib, oyat qolganlarning ko'pinchisi Qashqarda to'xtashga ro'yi bo'lmay, Oqsuv, Issiqko'l, Sayram tarafga qarab ketib qolgan edi. Ma'lum bo'lg'ay, Mirzo Abubakirning lashkarlari Yangsarni ishg'ol qilib, Udul Qashqarga qarab kelyotdi. Endi xon oliylarni o'yg'atmay bo'lmadi. Mangdab o'yg'ongan Sulton Yunusxon ma'lumotni anglab, qo'lqo'ga ishonmay qoldi. Nima?
Şuncha ola lashkarni oran 4-5 ming Qashqarga ketdimi? Shundoq olaylar. Dedi Muhammad Haydar Mirza beshini tuvan silib. Ola Abu Bakr Mirzaning yolg'on qilishisiga chim tutib qolgan chog'i. Ishonchsiz ma'lumotlardan qaraganda, yana 4-5 ming lashkar Aqsuga qarab mangan o'xshaydi. Qolganlar ol Tuzkor Badrak Yangsar qal'asini ishg'ol qilgan bo'lsa, Qashqarga hamsotdil yetib keladi. Dedi Sultan Yunusxon Muhammad Haydar Mirzaning gapini bo'lib. Endi bizga Qashqar turg'udakmi imkoniyat qolmabdi. Darhol yo'lga chiqib Aqsuga mangan lashkarlarga yetishib olaylik. Bo'lmasa ular umidsizlanib Aqsudami ketib qolmasa yana. Muhammad Haydar Mirzaning Qashqarda qolg'usi Mirza Abu Bakr bilan yuzma-yuz ko'rishib, uni bu tuzkorlikdan to'sib qolg'usi bor edi. Ammo sarkarda lashkarlaridan ayrilib, g'am tashvishda qolgan Sulton Yunusxonga bu xiyolini deyishga jur'at qilolmadi. Yunusxon uning bu xiyolini xato tushunib qolishi, uni mendan yuz o'rmoqchi o'xshaydi deb qilishidan ansirdi. Endi o'ylanib turishga fursat yo'q edi. Har bir daqiqa vaqt bakmi qimmatli edi. U oldirab o'z qasriga yugurdi. Oyjamal Og'cha uni qor yomg'ir yig'lab qarshi oldi. Odamning qo'sqidan olgancha to'qnoqdan boshqasi tushir ekan. Bag'rimni yerib chiqqan farzandimning bunchalar tuzkorlik qilishini o'ylamabdi ekanman. Bundoq bularni bilgan bo'lsam, tug'ilgandila dun qilib so'kistil tunjiqtirib yetarkanman. Sulaysilik yuz kelamayman xo'jam. Xon olilarining didori qarg'udek yuzim qolmadi. Oyjamal Og'cha chechini yungdab yig'laydi. Bo'ldi, o'zlarini ayblayvermisizlar, dedi Muhammad Haydar Mirza qopqini turib. Bandining qo'ypayli tug'ilganda ma'lum bo'lmaydi. Abu Bakr Mirzaning riyokorligiga sizlar sababkor emas. Yaratgan egisi insobini bermagan ekan. Amirzodlar qani? Ichkari qasrda sizlar bilan ko'rishni saqlab turibdi. Chaqirtayman. Bo'ldi, ular bilan yo'lda ko'rsarman. Hozir yo'lga chiqmasak bo'lmaydi. Abu Bakr Mirza Osiy qo'shini bilan Qashqarga qilish yalang'ochlab kelyapti. Shu topda ilkimizda Qashqarni mudofaa qilgudek lashkar yo'q. O'shiq to'shik yuqtaqlarni olmay, yangil jablanib tayyorlik qilsizlar. Sal turib map avatman. Xizmatkorlardan qilib qo'yqisi borlarga ijozat. Nega borimiz xo'jam? Aqsuga, dedi Muhammad Haydar Mirza gapni qisqili qilib. Oyjamal Og'cha mishildab yig'lig'inicha qimmatbaho narsalarni yig'ishtirish uchun ichkari qasrga qarab mangdi. Muhammad Haydar Mirza bir pas o'ylanib olgandan keyin ikkinchi o'gay o'g'li Umar Mirzaning qasriga qarab mangdi. Umar Mirza Yorkentdan ko'zdan ayrilib qaytib kelgandan beri hech kimga aralashmay zohidlarcha turmush kechiryapti. Aqsuga bormayman, dedi u Muhammad Haydar Mirzaning tushuntirishlarini anglagandan keyin. Sizlar onamni, enalarimni elib ketaversizlar. Sizlarni bu holatda Qashqarda qoldirib qandoqmi ketalayman, dedi Muhammad Haydar Mirza yurak echishgan holda. Eng yaxshisi Aqsuga birga ketaylik. Har bola kelsa tang ko'rarmiz. Xotirjam bo'lsizlar. Men Qashqarda turmayman, dedi Umar Mirza qat'iylik bilan. Hozir xon oliylari bilan saltanatning beshiga eg'ir kun keldi. Bundaq ahvolda sizlarga agishib yuk bo'lib qolg'im yo'q. Navoda ko'zim saq bo'lgan bo'lsa-da, ul tuzkor og'am bilan yo o'lim yo ko'rim jang qilgan bo'ladi. Bu turqimda kuchli yovga taqobil turish emas, ojiz chumöligimi bo'zak bo'lib yashayapman. Alloh egam xon oliylarini, saltanatni o'z panohida saqlagan. Qashqarda turmuslar nega boray deydilar. Samarqandga borg'im bor. Kichik vaqtimda ustozlarimdan Jannat makam padari buzurgdan ol shaharning ta'rifini ko'p anglagan edim. Rahmatlik otammi meni Samarqandga avatib, Samarqand donishmandlarining dargohida ilm tahsil qildirg'usi bor edi. Ilham bo'lsa berib, ilm tahsil qilay deyman. Qachonki ul tuzkorni yo'qitib, al-yurt osoyishlikqa yuzlanganda xabar basli. Yana qaytib kelaman. Chunki ajdodlarimning oyig'ida yotqan bor. Muhammad Haydar Mirza ko'ziga liqqida yosh olgan holda Umar Mirzani bag'riga bosdi. Mayli, orzular shu bo'lsa to'sib qilishga amalim yo'q. Ishonchlik navkarlarni qatay, ular sizlarni Samarqandga sog'-salomat yetkazib,
Sultan Ahmadxon oliylarining dargohiga opirib qo'ysin. İltifatlarga rahmet, dedi Ömer Mirza razımellik bilen. Ömer Mirza'nın Samarqandga bormoqchi bo'lganligidan xabar topgan Sultan Yunusxon kuyo'g'li Sultan Ahmad Mirza bilan qizi Malika Mehrinigor xonimga bir parcha xat yozib berdi. Qosh qaraygan mezgilda Ömer Mirza Samarqandga, Sultan Yunusxon bilan Muhammad Haydar Mirza qoldi-qotdi lashkarlarini agashtirib Oqsuga qarab yo'lga chiqdi. Sultan Yunusxonning Oqsuga manganligidan Mirza Abubakrning tuman degan lashkarlarni boshlab kelayotganligidan xabar topgan Qashqar xalqi birdan vahimaga tushdi-da, oldirash tenash mol-mulklarini saramjonlashtirib Sultan Yunusxonga agashdi. Chunki ular Mirza Abubakrning yorgan xalqiga solgan dahshatli zulmidan xabardor edi. Qashqarga bostirib kelsa, bulang-talang qilish ehtimoli bor edi. Oqsuga qarab mangan Qashqar aholisi 5000 o'ylikdan oshadi. Yana bir necha ming o'ylik kishilar Andijonga ketdi. Mirza Abubakr Qashqarga hech qanday qarshilik uchirmayli bostirib kirdi. Turqidan Xotan, Yorkent, Qashqardan iborat mashhur 3 shaharni qo'lga kirgizib olibmi, ancha qanoat qilmagandek qiladi. Ularning Qashqarni tashlab qochqini qarganda Oqsuni jon tikib qo'g'daydigandek qiladi. Biroq endi ularning unchalik mag'dur qolmadi. Avval Qashqarni mustahkamlab olay. Mirza Abubakr qilib qo'ygan Qashqar aholisini xotirjam qilishga, qo'shinni tartibga solib, lashkariy yurishga ketarli qurol-yarog', oziq-tulik, ot-uloq tayyorlashga, xazinani to'liqlashga kirishdi. Yana bir tarafdan Sultan Yunusxon bilan Muhammad Haydar Mirzaning ahvolini, o'y xiyolini bilib kelishga Oqsuga oyg'oqchi mang'uzdi. Arqima-arqa qozongan Nusrat Mirza Abubakrning Sultan Yunusxon hukmronligini og'dirib tashlab, Buyuk Mo'g'uliston elining taxt saltanatini qo'liga elish, o'z oldiga xonlik tiklash irodasini chingitgan, nafsini texmi yo'g'ini tuvatgan edi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.